Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq ministri Pompeyo 19 yanvar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga qattiq noroziligini bildirgan va Xitoy tashviqot vositalari bu bayonotga bas-basda hujum boshlagan edi. 25 yanvar kuni Xitoycha Tang'artaq to'ri Uyg'ur rayoni raisi Shöhrət Zakir'ning Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq ministri Pompeyo'ning bayonatini әйібліген uzun yazmasini e'lon qilgan. Shöhrət Zakir bu ayıbnomasida Pompeyo'ni Xitoyning ichki ishlariga aralashdi, Xitoyning Xinjiangni tuzash siyosatiga hujum qildi, xalqaro nizomga xiloflik qildi, Xinjiangdagi har millat xalqining baxtli turmushiga qarshi turkidi deb ayıblagan va uningga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Analizchilarning qarashicha, Shöhrət Zakirning bu yolg'on doklati Xitoyning jinoyatini yoshirib ololmaydi. Uning terrorlikqa zarba berish degani Xitoyning yanada bu qalpoqni bahona qilayotganligini, namratlarni yo'lash degani keng ko'lamli qul emgakni rivojlantirganligini, majburiy ma'rifni umumlashtirdik degani yosh o'smirlarni Xitoycha ma'rifga mahkum qilganligini ko'rsatadi. Diniy erkinlikni kafolatga ega qildik degani texmo kulkilik. Uyghur Hərəkəti təşkilatının başlığı Roşan Abbas xanım 25 yanvar Washington poçtasi gazetida maqola e'lon qilib, Joe Biden hukumatidan Dr. Gulshan Abbas va boshqa barliq Uyg'urlarni turma lagerlardan qutuldirish uchun kurash qilishga chaqiriq qilgan. Roşan Abbas xanım bu maqolasida Xitoy hukumatining o'chilish xarakterlik tutqun qilib, 20 yil kesib o'tgan hadisi Gulshan Abbas va uning oilasidagilar duch kelgan fojiani tilga ilib, mushu tipik voqeadan Xitoy hukumatining naqadar razil, qabih va zo'ravon hokimiyat ekanligini, yillardan beri butun Uyg'urga tuhmat chaplab, ularga xilma-xil paskas nayranglar, qo'rqinchli vositalar bilan ziyonkashlik qilib kelganligini bayon qilgan. Roşan Abbas xanımning bildirishicha, Trump hukumati Xitoyning zulmini irqiy qirg'inchilik deb atagan. Joe Biden hukumati buni muayyanlashtirgan bo'lsa-mu, buning bilan Xitoyning davomli yurgizib kelayotgan bu jinoyatini to'xtatib qolg'ili bo'lmaydi. Egilenishicha, Xitoyning tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori 2020 yili %10% eshib 188 milliard kub metrga yetgan. Xitoy davlat istatistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 2020 yili Xitoyning tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori oldingi yilga solishtirganda %9.8 eshib 188 milliard 800 million kub metrga yetgan. Bundaq bo'lganda, davlat ichida tabiiy gaz ishlab chiqarish uda 4 yil 10 milliard kub metrdan oshgan. Xitoyning energiya ishlab chiqarishining zo'r bir qismi bo'lib bu tabiiy gaz va neft Sharqi Turkistondan keladi. 12 oyda Xitoy neft shirkati Sharqi Turkistonning Jungar oymaliqidan 109 milliard kub metr tabiiy gaz zapsi bayqaganligini e'lon qildi. Xitoy bilan Yangi Zelandiya o'rtasidagi savdo kelishimining doirasi kengaytirildi. Xitoy rasmiy Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy bilan Yangi Zelandiya ikki davlat o'rtasidagi ikki taraflik erkin savdo kelishimini yaxshilash to'g'risida kelishim imzolagan. Xabarda Xitoyning kengaytirilgan erkin savdo rayonining bir qismi sifatida aviatsiya, ma'arif va pul muomala qatorliq sohalarni ochadiganligi, Yangi Zelandiyaning Xitoy o'qituvchilari va sayohat yetakchilarining viza normasini oshiradiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Buningdan boshqa kelishimda o'zaro tamojna bejini kengaytishmi bor. Kelishimga savdo ministrlari Damin O'Connor va Wang Wintoy imzo qo'ygan. Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri O'Connor bayonotida Xitoyning erkin savdo kelishimi va bizning savdo amaliyotimiz tunji kelishim imzolangandan buyon ko'p o'zgardi dedi va kelishimning muhimligini tushuntirdi. Ikki davlat o'rtasidagi tunji erkin savdo kelishimi 2008 yili imzolangan. ئامېرىكاكېڭەش پالاتاسى Prezident Joe Biden tarafidan tashqi ishlar ministri qilib ko'rsatilgan ئانتونىي بىللىنكېننى tasdiqladi. Kengash palatasi umumiy yig'inda o'tkazilgan bilet tashlashda Bિલлинкеннің ministrlikka kandidatligi 22 ga qarshi 78 ovoz bilan ma'qullandi. Biden bilan uzun yil hamkorlashgan va tashqi siyosatda 30 yillik tajribasi bor Bિલлинкен 2015 yildan 2017 yilgacha bo'lgan oraliqda Obama vazifa o'tagan mezgilda muavin tashqi ishlar ministri bo'lgan.
بىلەنكېن nomzodligi jarayonida Donald Trump hukumatining Xitoyni Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayblagan qaroriga qo'shilganligini bildirgan.